Shunisi beramiz. Dangal savdo qilaylik. Bu yerga hamma mashina olgan, kelgan, tomosha qilgan kelgan, siz sotgan kelgansiz. Bo'layotgan narxi ayting. Oxiri 20 million bo'ladi. Olmaydi. Qo'lni bering. Metani bor ekan. Bo'ladigan bo'lsa, keyin chiqadimi? Ha, o'zim nomimga. Bo'l, o'zingiz nomingizga bo'ladigan bo'lsa, aka, bo'layotgan narxini aytaymi? Buni patolar tortib borgan narxi 17 million. Kecha men shundan normalasini Jizzaxlik olib ketibdi-da. Men kechagi ishga chiqqanim yo'q edim. 17 millionga sotuvga qo'yib qo'ydim. 16,5 million, 500 ming. Hozir o'shandan buni farqi yo'q. Buni rangi oqroq edi, oq edi. Ha. Bu almacha. Bilaman, o'sha besni aytaman. Besni 17 millionga beradi bizga. Benzin metan ham 17 million naqd pul beraman deysiz. O'sha o'zingizdan mashina olib ketaman. Ya joni sog' bo'lsin, yana kimlardir shunday savdo qilib olaman, do'stlar. O'sha paytda kimni mashina to'g'ri kelsa olavering. Men narx qo'yayotgan bo'lsam ochiqcha qo'yaman. Shu mashinaga 500 ming narx qo'yib sotaman dedim, bu 500 ming qo'yib sotaman. 20 million bo'lsa shunday birdan. Ya, 20 million. O'zimdan ham general chiqadi. 20 lik mashina, do'stim. 20 lik mashina. Mashina holatini ko'rib turibsiz. Hollansiz turgan, orqasidan normalligini yetib olgan. Yana bitta oldin oching-da, ichki stakasini ko'rmang dedi. Ichidan transport qilgan. Ha, tashqariga chiqarib turibsiz. Yaxshi bu. Antifrizkami? Yo'q, suv aka. Suvmi? Har kun tuklabsizmi suvni? Nima qiladi? Darzixonaga qo'yapsizmi? Mana uchun urab qo'ydim. Men antifriz qilasiz. Trubkalar javob bermayman antifrizga. Yo'q, antifrizga edi. Yozga, anaqa qiluvdim-da, suvga o'tkazdim. Oldindan ham tekkan ekan, ha? O'zizga bo'ladimi olgan? Yo'q. Oldindan ham tekkan ekan, mana bu filtrchalar qo'yilgan filtrchalar. Kraskasi ko'pda. Asl cheti emas, ichi o'tgan joylari bor. Arqa aniq o'tgan. Oldin ham filtrchasi ham almashgan. Mana farala Xitoy farala turibdi. Narxi bilan so'rayapman, bilmasam belgisi kelmaydi. 17 million zo'r narx so'radim. O'zi 500 ming so'm qo'shib sotaman men. Hozir shuni olib ustiga katta qilib yozib qo'yaman 17,5 million. Beshadan kimdir olsa ham joni sog' bo'lsin. Bu mashinani yerga uchun bo'lmaydi. Shu oluvchiga tayyorroq qilib aytaman. Orqasidan yegan, normal yegan, mana bu tomonga fartucha qo'yilgan. Oldi ham bu filtrchalar almashgan. Polni kraska mashina. 17 million so'rayapman 2006 yili. Bagi 5, 3 porshni yaxshiroq bo'ladi, xarajati kamroq bo'ladi motorda. Men buni bitta motor qilaman desangiz, kak palojni bir olti Nexia'nikida ketadi xarajati. 5 million motor qilgandirsiz, 5-6 million bilan chiqmaydi bu. 3 porshlar 3 million, 3,5 million bilan chiqib ketadi. Bu 2 barobar rasxoti katta degani. Kelishtirib so'rang aka. 17 million yomon so'ramadim. Siz sotib ketamiz aka, o'zingizdan mashina. Ismingiz nimada? Shahboz. Ya, Shahboz. Men Shahboz og'ayni kelib Toshkentdan gapirdim, hamma gapirdim unga. 17 million zo'r so'radim. Ko'nglingiz nech beradi? 18 ming kam. Aytib ko'raman, mayli menga pul kerak emas. Chiqib ketaversin men. 18 ham deng, aytib ko'raman, mana shu mashinangizdan hech qayerga kimdir olsa, mana do'stona ko'ring, sizdan ham menga pul kerak emas, olgandan ham. Addi shu men roziman. Tushundingizmi? Chunki men 18 ga aqlim yetmaydi. Agar hech qayerga kimdir olsa, men roziman o'shanga. Tushundingizmi? Bir so'm puli kerak emas. 18 million deb aytaylik, ishingiz hal bo'lsin. Sotgani keldingizmi, soting aka. Men pul dog'aynisi emasman. Pul dog'aynisi bo'lsam boshqacha ishlaydim. Tushundingizmi? Sal bir to'g'ri kelgan, to'g'ri kelinglar. Odam ikkita mashinani rost xafa qildi-da odam. Na tushishini biladi, na dangal aytishini biladi. Sotgan keldim, sotish kerak-da. Mashinaning holatiga nisbatan 18 million kimdir olsa zo'r pul bo'lgan. 1 million, 2 millionga qaramang. Shahboz do'stim, aytaymi 18 million. Ayting aka. Xo'p, akalar ko'ringlar. Matizcha pollasizit bo'lgan. 2006-yil 5 Matiz. 18 million bo'lsa sotaman deyaptilar. Kim olsa menga 1 so'm puli kerak emas, olinglar akalar. Oling mana. Shahboz, siz rozi edingizmi? Qayerdan sizlik aka? Mirishkorda? Tirikchilik mashina bilan emasmi? Shunday emas. Yo'q, sotuv olib sotmaysizmi? Olib sotib turadi, o'zingiz ishga. Ha, dehqon bo'lsa yaxshi kuningizga bering. Xo'p, men roziman. Addushi. Keyin qilib chiqarib berasiz. Joningiz sog' bo'lsin aka.